Demak, bugun og'riqli bo'lgan qo'lqop mavzusida gaplashamiz. Bo'ldi. Ketdik. Qo'lqop kiyish kerakmi yoki yo'q? Kiysangiz ham bo'ladi, kiymasangiz ham bo'ladi. Qo'lqop xavfsizroqmi yoki toza qo'llarimiz? Agar qo'limizni toza qilib yuvgan bo'lsak, antiseptik ishlatsa, xuddi yangi taqilgan qo'lqopdagi bir xil xavfsizlikni beradi. Qo'lqop 100% tozalikni kafolatlaydimi? Yo'q, kafolatlamaydi. Qo'llarimizga qanchalik mikroblar yuqsa, qo'lqopga ham xuddi shuncha mikrob yuqishi mumkin, hattoki undan ham ko'p mikroblar qo'lqopga yuqishi mumkin. Qoidasi bo'yicha qo'lqopni har yarim soat almashtirish kerak. Lekin iqtisodiy nuqtai nazardan bu ishlab chiqarishdagi выгодный emas. Qo'lqopni taqqaningizdan keyin qo'llarimizni qo'lqop tagida terlaydi. Ana o'sha terga bo'lsa, undan ham ko'proq mikrob yopishi mumkin. O'sha ter mahsulotga tushishi ham mumkin. Shuning uchun qo'lqop taqish mumkin. Lekin har yarim soat agar almashtirib tursangiz. Hamma qandolatchilar qo'lqopda ishlash shartmi? Yo'q, shart emas. Qaysi holatlarda qo'lqop kiyilishi kerak? Agar qo'llarimiz kesilgan bo'lsa, qanaqadir yaralar bo'lsa, qo'lqop taqish kerak. Yoki misol uchun bizani o'zimizning sexda malinovoy konfetlarimiz, malinani pyuresini chiqarayotganda biz qo'lqop taqib olamiz. Nimaga? Qo'limizga kirib bo'lmaydi, malinaning rangi qo'limizga o'tmaydi, tirnoqlarning ichiga kirib qolmaydi. Malinani qilib bo'lgandan keyin qo'lqopni tashlab yuborasiz, vaqtingizni ham tejaysiz, qo'lingizni yuvib o'tirmaysiz. Yoki misol uchun o'zim agar go'shtli ovqatlar qilayotgan bo'lsam, marinovka qilayotgan bo'lsam yoki qiyma bilan ishlayotgan bo'lsam, qo'lqop taqib ishlayman. Nimaga? Chunki tirnoqlar orasiga go'sht kirib qolmaydi, qo'lingizga marinovkaning hidi o'tib qolmaydi. Mana shu nuqtai nazardan qo'lqop taqishni men maslahat beraman. Nimaga ko'pchilik qo'lqop taqish shart deb o'ylaydi? Har bitta ovqat bilan ishlayotgan odam qo'lqop taqish shart deb o'ylashadi, lekin aslida bu unaqa emas. Shu aytib o'tganimdek, qo'llarimizga mikrob qanchalik yopishsa, qo'lqopga ham xuddi shuncha mikrob yuqishi mumkin. Qo'lqop tozalikni kafolatlamaydi, bu illyuziya. Juda ham ko'p chet ellik franshizalarni katta ishlab chiqarishlar qo'lqopdan уже отказ qilishyapti. Dunyoning eng zo'r restoranlarida, Michelin restoranlarida, Yaponiyaning eng zo'r sushi barlarida sizga odamlar shunday qo'llari bilan ovqat tayyorlab berishadi. Agar qo'llarimizni toza qilib yuvib, tez yuvib ishlaydigan bo'lsa, bu mutlaqo zararsiz, qo'lqop taqishni hojati yo'q. Bo'ldi?